Мәзкур әсәр Xitoy yazğıçılarının adətdəki yazması olub qalmasdan, bəlkə Xitoy hakimiyyətinin növbətdə Xitoy ulusi kimligini məcburi qəbul qıldırışı üçün Uyğur qatarlıq assimilasiya qilish təs olub atqan millətlərni məcburi assimilasiya qilish yolları üstüdə izlanish arqılıq ro'yobga chiqqan Xitoyning millatlar siyosatini o'zgartirish haqidagi Xitoy hakimiyyətiga sunilgan taklif bo'lib, növbətdə Xitoy kimligini məcburi qəbul qıldırış və başqa kimliklərdən millatlarni voz kechtirish hadisəsi Uyg'urlarda dastlab yuz berdi. Jazo kamplariga qamab, atalmış terrorluq va diniy oshqunlikqa qarshi nomda ilib berayotgan kalla yuyush va qayta tarbiyalashning keynida Uyg'urlarning milliy kimligini yuyib tozalash va Xitoy ulusi kimligini majburiy qabul qildirishdek razil maqsadlar yoshiringanligi oshkora bo'layotgan dalillar bilan isbotlanmoqda. İkinci avlod millatlar siyosati. Millatlarning qo'shilib bir gavda bo'lishi va gullanib bir gavda bo'lishini ilgari surish. Xu Angang. Tarjimada Uyg'ur fidoyi tarjimonlar guruhidan Bilmasjon. 3-dan madaniyat jihatdan millatlar orasidagi aloqani, fikrlashishni, qo'shilib bir gavda bo'lishni ilgari surish kerak. Junxo ulusi madaniyatining shakllanishi har qaysi rayon, har qaysi etnik madaniyatlarning hammani o'z ichiga olish jarayonidir. Bu xil echib o'tilgan kang qo'rsaqliq Junxo ulusining yo'qolib ketmay gullab yashanishining kuch manbasi va muhim sababi. Yer sharilashish, rayonlarning bir gavdalashishi, uchirilishish, zamonaviylashish tez suratda taraqqiy qilayotgan bugungi dunyoda madaniyat yumshoq kuchining roli texmi muhim bo'lib, o'zaro sing'ishish, aloqalashish, fikrlashish, qo'shilib ketish milliy madaniyatning taraqqiy qilishi va texmi ilgirlagan holda milliy gullanishi uchun barbara muhim bo'lgan strategiyalik rolni o'ynamoqda. Biz cho'qim o'zaro madaniyat aloqasi qilish, almashtirish, qo'shilib ketishning obyektiv talbiga moslashib, ham madaniyatning ko'p xilligiga hurmat qilish va uni davomlashtirish, ham fuqarolar madaniyat farqxosligini sun'iy usulda kuchaytmaslik va qattiqlashtirmaslik, milliy madaniyat aloqasi qilish, almashtirish, qo'shilib ketishni ilgari surishga texmi ahamiyat berish, barliq etnik madaniyatlarni Junxo ulusi madaniyati bilan bir gavdalashtirish va uyg'unlashtirish tashviqotini kuchaytirish, har qanday shakldagi yerlik millatchilik va cho'ng millatchilikka qarshi turish, har millat kadrlar ommasining Junxo ulusi, davlat va fuqarolik ingini uzluksiz kuchaytirish, har millat fuqarolarining Junxo ulusi salohiyatini milliy bo'lgunchilikka taqobil turish immunitet kuchini yuqori ko'tarish kerak. Zamonaviylashish jarayonidagi milliy ongning qayta gullanish masalasini to'g'ri tunish va tegishli ravishda muomala qilishga alohida diqqat qilish, haqiqatni amaliyotdan izlaydigan ilmiy pozitsiyani qo'llanib, bir tarafdan obyektiv mavjud bo'lgan etnik milliy ongni e'tirof qilish, yana bir tarafdan sotsialistik ideya bilan uningga o'zgartish ilib berishda qat'iy ching turishimiz, har qanday shakldagi millatparvarlikka qat'iy qarshi turishimiz, proletariat millatparvarlikni mustahkamlaydigan har qanday usulni qo'llamaydi. Har qanday millatlar orasida kunsir qo'yiqlashayotgan munosabatlarni ilgari surish va millatlarning bir jon bir tan bo'lish tadbirlarini ilgari surishda tavranmasdan chong turish kerak. Boshdan oxir cho'ng millatchilikka va yerlik millatchilikka qarshi turishda chong turish kerak. Tilning millatlarning aloqalashish, fikrlashish, qo'shilib ketishni ilgari surishdagi muhim bo'lgan asosiy roliga alohida ahamiyat berish, o'rtaq til bo'lmaganda kishilar o'rtasidagi aloqaning intayin qiyin bo'lganligini, o'rtaq bo'lgan davlat kimligi salohiyatini qurib chiqishning texim qiyin bo'lganligini cho'nqur tunish, shu orqali davlat o'rtaq til yoziq qonunini texmi angliq olg'a surish, davlat o'rtaq til yoziqni zo'r kuch bilan kengaytib umumlashtirish, har qaysi millatlarning aloqalashish, fikrlashish, qo'shilib ketishini uzluksiz ilgari surish, har qaysi millatlarning o'rtaq ittifoqlashib kurash qilish va o'rtaq gullanib taraqqiy qilishini uzluksiz ilgari surish kerak. Dinning salbiy va ijobiy rolini dialektik, obyektiv va ilmiy holda tunish, asosiy qonunning talbiga asosan fuqarolarning diniy e'tiqod erkinligiga to'liq hurmat qilish, dinni sotsialistik jamiyatga moslashtirishga faol yetaklash, dinning ijobiy rolini joriy qildirishga moyil bo'lish, salbiy rolini cheklash, kishilarning diniy salohiyatini davlat salohiyatining ostiga tushirish, boshdan oxir davlat salohiyat tuyg'usidan tuan o'rinda turishiga hamda davlat salohiyat tuyg'usini himoya qilishiga turtki bo'lish, har qaysi dinlar orasida aloqani ilgari surish, dinning jamiyat muqimligini qo'g'dashdagi axloq o'lchami rolini unumli tartibga solish, dindagi o'tirhol yo'l tutish ideyasi bilan diniy ommani yetaklab, diniy oshqunlikning ommani asirga olishining oldini olish, kuch chiqarib diniy oshqunlikning terrorizm bo'libmi milliy bo'lgunchilik tipidagi terrorizmning ideviy quroliga aylanib qolishining oldini olish,
dinning salbiy omillik rolini eng zo'r darajada tizginlash, ijobiy omillik rolini eng zo'r darajada joriy qildirish. Har qaysi millat, har qaysi dinlardagi xalq ommasini eng zo'r darajada ittifoqlashtirish. Butun mamlakat xalqining ijobiyligi va ijodiyligini eng zo'r darajada yuqori ko'tarish. Hozirgi dunyodagi go'zal turmushni barpo qilish uchun o'rtaq kuch chiqarish kerak. Rasm qoidalarga, bo'libmi kollektiv rasm qoidalarning fuqarolarning Junxo ulus salohiyat tuyg'usini shakllantirishdagi roliga yuksak darajada ahamiyat berish kerak bo'lib, bu ilg'or an'anaviy rasm qoidalarni qaytadan qurish, davlat bayrami, chag'on qatorliq har xil ahamiyatli bayram va ularning qoidalari orqali fuqarolarning Junxo ulusi salohiyatini kuchaytirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ammo yoqtirilgan har xil rasmiyatlar orqali kishilarning o'zligidan qonun intizomga bo'ysunadigan yaxshi puxra, yaxshi xalq bo'lishiga yetaklab, xizmatini burish deb biladigan, xizmatiga sodiq bo'lib o'z mas'uliyatini ado qiladigan, butun mamlakat xalqining manfaati va baxt saodat uchun tirishib kurash qiladigan, Junxo ulusining buyuk gullanishi uchun har qaysi millat puxralarining kuchini bag'ishlashga yuksak darajada ahamiyat berish kerak. Xabar medialarning puxralarni Junxo ulusi yetildirishidagi rolini joriy qildirishga yuksak darajada ahamiyat berib, so'zlash huquqini egallab, puxralarning ulusdan iftixorlanish, ishonch tuyg'usini uzluksiz yuqori ko'tarib, Junxo ulusi salohiyat tuyg'usi, ya'ni Junxo ulusini qabul qilish tuyg'usini, Xitoycha alohidlikka ega sotsializm salohiyat tuyg'usi, ya'ni Xitoycha alohidlikka ega sotsializm kimligini qabul qilish tuyg'usi va Xitoy salohiyat tuyg'usi, ya'ni Xitoy kimligini qabul qilish tuyg'usini uzluksiz yuqori ko'tarish kerak. Har qaysi osonlik etnik guruhlar, millatlarning madaniyat omillarini qo'g'dash, qizish, ratlash va tartibga solish xizmatiga alohida ahamiyat berib, har qaysi osonlik millatlar madaniyatining Junxo ulusi madaniyatining muhim tarkibiy qismi bo'lish sifatida Junxo madaniyatining taraqqiy qilishiga alohida zo'r tuhfa qo'shadiganligini, Junxo madaniyatining muhim manbasi ekanligini to'liq tunutish. Shu orqali har qaysi osonlik millatlar puhralarining Junxo ulusining bir a'zosi bo'lishidan iftixorlanish tuyg'usini texmi kuchaytirib, texmi angliq va aktivlik bilan har qaysi osonlik millatlarning madaniyat omillarini Junxo madaniyatining ichiga ratlab kirgizish, Junxo har millat o'g'il qizlarining tushunishi va varislik qilishi uchun Junxo har millat puhralarini Xitoy sotsialistik zamonaviylashtirish ishlari va Junxo ulusining ulug' qayta gullanishidek ulug'vor ishlariga kuch chiqarish uchun texmi yaxshi uyushtirish kerak.